Tasavvur qiling, bir odam bor. Uni 2000-yillarda deyarli hech kim tanimaydi. Oradan yillar o'tib, u nafaqat Rossiya, balki butun dunyo siyosatini o'zgartirib yuboradi. Bu odam haqida juda ko'plab savollar beriladi. U kim aslida, qayerda tug'ilgan va qanday qilib hokimiyat tepasiga yetib keldi? O'tgan asrning 90-yillar oxirida Rossiyaning birinchi prezidenti Yelsin iste'fo berish harakatiga tushib qoladi. Bunga yetarlicha sabablar paydo bo'lgan edi. Mamlakat parlament komissiyasi unga qarshi bir necha punktdan iborat ayblovlar hujjatini shakllantirib qo'yadi. Bu ayblovlar o'z ichiga SSRning qulagani, mamlakat mudofaa qobiliyatini yo'qotgani, Chechenistonda urush boshlangani, mamlakat oliy kengashini tarqatib yuborilganligi uchun javobgarlikka tortish kabi bandlar bor edi. Yelsin o'ziga voris tanlashi kerak edi. Bu davrda Vladimir Putin Rossiya siyosiy elitasi orasida mashhur bo'lib ulgurgan edi. Nomzodlar ichida Putindan tashqari Anatoliy Chubays, Boris Nemtsov va hatto Aleksandr Lukashenko ham bo'lgan. Biroq Yelsin Putinni tanlaydi. Rossiyada 2000-yilning 26-mart kuni mamlakat prezidentligiga saylov bo'lib o'tadi. Uning natijasiga ko'ra Vladimir Vladimirovich Putin 51% ovoz to'plab g'alaba qozonadi. 7-may kuni esa u o'z vazifasiga kirishadi. O'tgan davrda qanchadan qancha davlat rahbarlari, bosh vazirlar va prezidentlar almashdi. Lekin Putin hali ham o'z joyida. Vaholanki u endi prezident etib saylanganida dunyo uni nafaqat tanimas, balki tan ham olmas edi. Rossiya prezidenti 1952-yilda SSR vaqtidagi Leningrad shahrida tug'ilgan. Ushbu rasmiy ma'lumotlarga qaramay, omma orasida Putinning Samarqandda tug'ilganligi haqida mish-mishlar keng tarqalgan. Bunday maxfiy xodimlar haqidagi ma'lumotlar qattiq sir saqlanishi tabiiy va axborot yetishmasligi o'z-o'zidan dezinformatsiya keltirib chiqaradi. 2003 va 2007-yillarda Davlat Dumasi deputati bo'lgan Savelyev Andrey o'z blogida shunday yozgan: "Bu insonning kelib chiqish tarixi o'ylab topilgan. Uning ota-onasi kim bo'lgani haqiqatdan ham noma'lum. Uning oilasi qayerdan kelganini hech kim bilmaydi. Go'yoki Putinning umuman qarindoshi yo'qdek. Maktabda uning yonida o'qiganlar yoki hech narsa eslamaydi, yoki hamma narsani unutishga majbur qilingan." Vladimir Putin Rossiya prezidentiga aylanganidan so'ng yoshligi haqida aytib berar ekan. Kichkinaligida razvedka haqidagi filmlarni tomosha qilishni yaxshi ko'rgani va davlat xavfsizlik xizmatida ishlashni orzu qilganini eslagan. U Leningrad davlat universiteti yuridik fakulteti xalqaro bo'limiga o'qishga kiradi. O'qish bilan birgalikda jismoniy tayyorgarlikka ham alohida e'tibor qaratadi. Putin 1973-yilda sambo, 1975-yilda dzyudo sport turlari bo'yicha Leningrad chempioni bo'ladi. Putin xizmat vazifasini Germaniya Demokratik Respublikasida o'tagan. GDRda razvedchilik qilgan davrda u bir favqulodda vaziyatni o'z nazoratiga olishga muvaffaq bo'ladi. Rossiya bir telekanalida namoyish etilgan Putin nomli film kadrlariga ko'ra, Germaniyani demokratik va federativ respublikalarga ajratib turgan Berlin devori 1989-yilda qulaydi. Nemislardan iborat namoyishchilar Putin xizmat qilayotgan DXQ bo'limiga keladi. Ularning maqsadi SSR razvedkasiga oid arxiv hujjatlarini qo'lga kiritish edi. Putin esa qurol ishlatmasdan olomonni tarqatib yuborishga muvaffaq bo'ladi hamda arxiv hujjatlarini yoqib yuboradi. 1999-yilda lavozimini muddatidan oldin tark etgan Rossiyaning birinchi prezidenti yosh Putinga iqtisodiyoti nuragan, bir qismida urush bo'layotgan va hatto poytaxtida ham terakt sodir bo'lgan Rossiyani qoldiradi. Putin Rossiya prezidenti vazifasini bajaruvchiga aylanganida mamlakatning shundoqqina biqinida, aniqrog'i Chechenistonda urush bo'layotgan edi. Bu tarixda ikkinchi Checheniston urushi nomi bilan qolgan. Urush boshlanishiga esa harbiy qo'zg'olonchilar Checheniston hududidan qo'shni Dog'istonga bostirib kirgani sabab bo'lgan. Qo'zg'olonchilar u yerda Dog'iston Islom Respublikasini ham tuzishgan edi. Putin harbiy harakatlar avjida bo'lgan Dog'istonga 99-yilning avgust oyida tashrif buyuradi. U bilan birga hozirda Rossiya Milliy gvardiyasi federal xizmatining direktori Viktor Zoltov, mamlakat mudofaa vaziri Sergey Shoygu ham kelgan va butun safar chog'ida Putinni qo'riqlab, unga hamrohlik qiladi. Putin yig'ilgan mahalliy aholi va harbiylar orasida nutq so'zlab, Dog'istonni Rossiya shunday og'ir ahvolda tashlab qo'ymasligini ma'lum qiladi. Qo'zg'olonchilarga qarshi jangda faollik ko'rsatgan dog'istonlik o'g'lonlarning barchasi o'sha uchrashuvning o'zidayoq Putin tomonidan medallar bilan taqdirlanadi.
Putinning 2000-2008 yillarda prezidentlik davrida amalga oshirgan iqtisodiy islohotlarini sarhisob qilgan Amerika Qo'shma Shtatlarining mashhur jurnali quyidagicha xulosa beradi. Mamlakat iqtisodiyoti nafaqat o'tgan asrning 90-yillarida yo'qotilgan o'rniga qaytdi, balki sho'rolar davrida amalda mavjud bo'lmagan xizmat ko'rsatish sohasini yaratdi. Shu o'rinda Rossiyaning valyuta zaxirasi Xitoy va Yaponiyadan keyingi 3-o'ringa ko'tarildi. Putin prezidentligining ilk yillarida mamlakat bosh qomusi konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish haqida fikr bildirilsa, u bunga darhol qarshi chiqardi. Lekin vaqt o'tib, taxtga qulayroq joylashib olgan Putinning bu boradagi fikrlari o'zgardi. Jumladan, u 2001, 2003 va 2005 yillarda konstitutsiya haqida hech narsani o'zgartirmaymiz degan bo'lsa, 2007-yilga kelib esa o'z fikrini o'zgartira boshlaydi. Shu bilan 2008 yilda Rossiya konstitutsiyasi o'zgartirildi. Unga ko'ra mamlakat prezidentining vakolatlari kengaytirildi. 2013-yilga kelib Putin ushbu bosh qonunga o'zgartirish kiritish borasida yana dadilroq gapira boshladi. Rossiya Federatsiyasi qonunchiligida bir shaxs mamlakatni 2 muddatdan ortiq boshqarishi mumkin emas. Ammo konstitutsiyaga o'zgartirish kiritilishi bu cheklovni yo'qqa chiqaradi. Eng yirik o'zgarish 2020-yilda amalga oshirildi. Unga ko'ra Putinning mamlakat rahbarligidagi faoliyati nollashtirildi. Endi u 2036-yilga qadar Rossiyani boshqarish imkoniyatiga ega bo'ldi. Hokimiyat tepasida qolish muddatini uzaytirib olgan Putin oradan 2 yil o'tar o'tmas o'zining imperialistik kayfiyatini namoyish qildi va Yevropaga urush nima ekanligini eslatib qo'ydi. Ruslar bu bosqinni maxsus harbiy operatsiya deb ataydi. Aslida esa maqsad bitta: Ukraina yerlarini imkon bo'lsa butun mamlakatni nazoratga olish.